Hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan Jo'ra 2026. Bugungi videomizda mana shunaqa rasmli video qilishni o'rganamiz. Qaramasam ketdi. Hop, birinchi bo'lib biz fotorimga sizlarda fotorim bo'lishi kerak. Albatta o'zingizlar kapkutda montajlasizlar. Va albatta fotorim kelaveradi. Mana shunday qilib olganga qo'ysangiz bo'ladi. Ben bu joylarni oziqlab chiqib videoni boshlayman. Va mana qilib olasizlar va videolarni razmerini bilib olasizlar. Videolarni razmerini bilib olasizlar. Va bilib olganingizdan keyin albatta mana başta topasizlar shunga razmer. Ana pastroqda shunaqa YouTube'ga ham bor. Mana YouTube'ga. 2560 ga 1440, 1280 ga 700 ga mana shunaqa holda bo'ladi videomiz. Masalan mana bunday qilib hozir to'xtatinglar. Bitta narsa qilib ko'rsataman sizlarga. Va mana hozir bu yerdan galeriyaga kirasizlar. Va mana galeriyaga kirib o'zingizlarni mana bu rasmlarni qo'yib olasizlar. Va mana qo'yib olasizlar mana. Обязательно o'z shunaqa qilib beradi. Qo'yasizlar, fonsiz qilib olasizlar. Xohlasanglar. Yoki mana shuni chiqarib beradi. Mana bitta turasizlar. Turasizlar va xohlasanglar mana yana bitta qo'yasizlar. Kerak bo'lsa. Kerak bo'lmasa qo'ymaysizlar. Mana bu yerda mana maktabni rasmini qo'yasizlar. Va buni ham o'zi обязательно fonini yo'q qilib beradi. Va sekinlashtirasizlar buni. Va kattaroq qilasizlar. Va mana va yozasizlar. Qo'yaman. To'g'ri, ikki qo'yaman. Mana bitta. Qo'yaman. Ikki qo'yaman deb yozasizlar mana. Ikki qo'yaman deb yozasizlar. Qo'yaman. Hop, orqasiga fon qo'yishlar ham bo'ladi. Fon qo'ysalar ham bo'ladi. Mana bunga yozasizlar. School yozasizlar. Bu maktabni chiqartirib beradi. Mana men qo'ydim keldi. Mana gapinglar hal. Mana buni sal buyoqroq, buni buyoqroq qilib qo'yasizlar. Va eksportni bosib olasizlar. Va saqlanib galeriya ishyo rasm qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa hammaga xayr, men sizlar bilan Jo'ra 2026 bo'ldi.